Men sizni yaxshi usta deb o'yladim. Qilib turgan ishingizni qarang-da. Hormanglar. Jasurbek. Assalomu alaykum aka, keling. Men sizni yaxshi usta deb o'yladim. Qilib turgan ishingizni qarang-da. Lesangizni kafel ustida shunday sudrab tortib o'ryapsiz. Uzr aka, ozgina e'tiborsiz bo'lib qolibsiz unga. Bu chizilib qiriladi-yu bu. Usta degan bir-birini ishini hurmat qilib ishlamaydimi? Bu kafelni ham sizga o'xshagan bir usta qilgan buni ham. Gaplarimni yomon ko'rmang. Ko'chada pul topish qiyin bo'lmayapti. Men ham pulni supurib olib kelmayapman uyga. Nima ishlab turgan joylarni qarang-da, hamma narsa yoyilyapti. Bolalarga yetib tozalab bir ishlaysizlarmi? Yaxshi kayfiyatda keldim, kayfiyatim ham buzildi. Hozir aka, bolalar bilan hamma joy tozalab, joy-joyiga keltirib qo'yamiz hozir. Shu narsalarga e'tibor berib qo'yinglar. Bu lekin zinani boplabsiz lekin. Pog'onalarga karton yopishtirib qo'yib. Shunaqa ishlaylik. Videodan asosiy maqsad ustalar bir-birini ishini qadriga yetishiga va ish joyini ozoda bo'lib ishlashga targ'ib qilinadi. Video orqali qo'ldan kelgancha yoritib bergan bo'lsam, videoga like bosib, usta tanishlarga yuborib qo'ying.